emas, asosiysi bizning "Real"ga qarshi ijobiy misolasi tashkil etishga harakat qiladi. Birdek o'z taxminlarida Barselonani favorit deyishdi. Mana vardagilar, hakam o'zgartirilmadi. Pablo González Fuertes unga nisbatan Real Madrid jamoasida, asosan Florentino Perezda, klub prezidentida e'tirozlar bor edi. Fuertes o'sha anti-realchi deya baholanadi, har holda Perez tomonidan va klub tomonidan. Talab qo'ydi Real shu hakam ishlamasin deb. Shu keliniz gapirmasin deydi. Shunga o'xshab Realning talabi tushunarli, lekin qondirilmadi. Ispaniya Qirollik futbol federatsiyasi ham, hakamlar qo'mitasi ham Realning bu talabini rad etdi va Real ikkinchi bayonot bilan chiqishga majbur bo'ldi. Bu hech qanday ultimatum emas. Biz stadionga yig'ilgan va ekran qarshisidagi 100 minglab, millionlab muxlislarni hurmat qilamiz. Shuning uchun o'yinning qoldirilishi haqida